Zikriyo, o'zim xohlagan narsani oldim, o'tgin. Bo'l, o't. Ish qilyapsan. O'tover, bo'l. Bo'l, kel. Qalaysan, orqa yaxshimisan, charchamaysan? Yur, chetroqqa o'taylik-da. O'tir. Ha, och o'zing. Qalay nima bu? Senga ham yoqadi. Yaxshi ekan. Do'stim yoqdimi? Mengachi eng kerakli sensan. Va do'stim, ey do'st, boringga shukr do'st, borliging yaxshi. Ey do'st, boringga shukr do'st, borliging yaxshi. Alo. Alo Firdavs. O'zi kira do'stim. Mana bu Old Buxoro kafesiga tez yetki. Tinchlikmi? Hozir o'taman. Ey do'stim, charchamayapti qiynalma? Do'stim shoshiling chaqirganding, tinchlikmi? Ha, tinch do'stim. Shu bir bolalarni eslab bir ko'rgim keldi seni. Hozir 1 minut. Nima bo'ldi? Esingdami, yoshligimizda shu narsani sen menga bergan eding. Bu sening uchun oddiy narsa bo'lishi mumkin edi, to'g'ri. Ammo men uchun bu juda katta narsa sovg'a edi. Do'stim, endi sovg'a berish navbati meniki. Bu yoqqa yurgin-da. Do'stim, esingda bo'lsa, shu Old Buxoro restoranini o'tganida ochgan edim. Onangni bir gap hali ham esimda. Inson yaxshilik qoladi degandilar. Do'stim, endi bu safar yo'q demasang, shu restoran senga sovg'a qilmoqchi edim. Sen bergan yoshlik sovg'a esimda, endi bu safar meni egalim do'stim. Bu restoran endi seniki do'stim. Do'stim, bu restoranning juda ham kattalik qiladi. Yoshligimizda bu narsa ham men uchun juda katta qiyin. Restoran muborak bo'lsin, jo'ray endi. o'g'lim, odamlarga sen qancha yaxshilik qilsang, senga ming barobar qaytadi.